Nvidia degan kompaniya bor, u video kartalar ishlab chiqaradi. Uni asoschisi bir nechta fikrlarni bildirib o'tibdi. Ya'ni hozirgi sun'iy intellekt bu insonlarni, santexniklarni, elektrik injenerlarni ish ishli qiladi, ya'ni ishga bo'lgan talabini oshiradi. Chunki bu yangi qurilish obyektlarini qurish, sun'iy intellekt markazlarini qurishga zarur bo'ladi deb aytibdi. Keyin buni men tahlil qildim, ya'ni Gemini'da umuman qanaqa bo'ladi, nima demoqchi? Umumiy xulosalarni aytaman. Endi sun'iy intellekt energiya talab qiladi, baribir elektr tokida ishlaydi, video karta kerak. Umuman bu g'oyasida o'ziga yarasha asos bor. Lekin hozir yaqinda Telegram asoschilari Kokon degan anaqani chiqaryapti-yu, bu qanaqa bo'ladi? Bu serverlarni, ya'ni sun'iy intellektga so'rov yuborganda hisob-kitob qiladigan bazani umuman hammani dunyodagi insonlar kompyuterida ruxsat bersa, kompyuterda hisob-kitob qilish, ya'ni markazlashmagan bu blokcheyn texnologiyaga o'xshayapti. Blokcheyn texnologiya asosida bo'sh turgan grafik kartalarni shu Toncoin berishini valyutasi sifatida Telegramni Toncoin degan o'zini valyutasi bor, reklamalarni yoqish boshqa uchun ishlatiladi. O'shani to'lov sifatida berib, Toncoinni bo'sh turgan grafik kartalardan foydalanishi g'oyasini ilgari suryapti. Bu nima degani? Ya'ni Nvidia ham o'ziga yarasha amaliyotga tatbiq qilmoqchi, ya'ni o'zini video kartasini eng gigant hisoblanib sotadi. Endi buni 2 barobar yilga oshib boryapti. Endi bu nima bo'ladi? Bu agar endi haqiqatda hammani sun'iy intellekt poygasida o'zini o'yin qoidasini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni hammaga tarqatib yuborsa, grafik karta markazlashmagan holatda ishlab, haqiqatda samarali bo'lishi mumkin. Endi Apple ham yana shu o'rinda qo'shimcha sifatida aytib o'taman. Maxfiylik darajasini yuqori qilish uchun Apple sun'iy intellektda hozir ChatGPTni ishlatyapti, lekin o'zini sun'iy intellektini ishlayotgan ekan, ya'ni telefonni o'zida hisob-kitob qiladigan. Ya'ni biza hozir qanaqadir so'rov yuborsa internetga, u avtomatik tarzda serveriga ketadi. Ya'ni qayerda server, qaysi davlatda joylashgan bo'lsa, uni serveriga borib tushadi bizning so'rovimiz. Bu yerda saqlanishi mumkin, lekin saqlanmaydigan narsa aytishadi-yu, lekin mana buni tahlil qilishadi. Bizning fikrlarimiz, rasmlarimiz to'plangan joy bor. Endi bu narsa sun'iy intellekt telefonga, iPhone o'ziga o'rnatsa, ichidagi chip protsessorda shu grafik anaqasida tahlil qiladigan sun'iy intellekt ustida ishlayapti. Ya'ni yordamchi sifatida zadachalarni yechadigan. Bu ham o'ziga yarasha o'yin qoidasini o'zgartirishga o'xshaydi. Ya'ni odamlar maxfiylikni saqlagan holda serverlarga so'rov yubormasdan dokumentini o'zini yonida, o'zini telefonida tahlil qilish imkoniyati bo'ladi.